qisqasi ishga kirayotganda har narsani ish sharti borda. Ish beruvchiga ish qilaman deysiz, manaqa ish qilasan. Qanchada qilishim kerak, bir kunda qancha ishlayman, necha kun berasan, necha kun dam olaman, qayerda ishlayman, qayerda o'taman deysizmi? U o'zini shartini aytadi. Sen menga mana ishlarni qilib berasan, manaqa sifatda qilib berasan. Kunda mana vaqtda ishlaysan, uncha oylik olasan, mana kun dam olasan. Men senga manaqa bir mahal yoki mahal ovqat beraman. deydi. Endi siz aytasiz. Mening shartim bor. Men musulmonman. Men ishlasam manaqa ishlayman. Shu ish vaqtimda mening 3 mahal yoki 2 mahal namoz vaqtim to'g'ri keladi. Namozlarimga 15 minutda 20 minutda vaqt ketadi. Yo haftada juma namoz o'qiyman men. Jumaga borib kelishim kerak. Men oylik olsam, sen bergan 90 so'm ishlamayman, balki 110 so'm ishlayman. Deb siz ham o'zingiz shartlaringizni aytasiz. U shu sizni shartlarga ko'nsa, eni ishga kirasiz, eni ishlaysiz. Ish bo'lar ekan, berar ekan, bor ekan, ish pastdan ish ekan. Uni aytganini qilar ekansan desa, uni aytganicha namoz o'qimaysan, men to'muz go'shti ovqat beraman, yeysan. Hamma qator 100 so'm beraman, 90 so'm beraman desa, kalla tashlab olish kerak emas. To'xta. O'zi ham qadriga yetishingiz kerak-da. Ish qilasan, yalang'och yurasan desa, xo'p deysizmi? Jingimisan, bari ishlamayman deysizmi? Yalang'och yurasan desa, unamaysiz. İşlersen, lekin namazını okumaysan, pul beraman desa, ishla olasiz. Bu shariatni, iymonni, islomni dunyo ishlaridan afzal ko'rsangiz, Alloh subhanahu va taolo qadringizni baland qilib, ularga sizni qadrli qo'yadi, sizga gapingizga javob qo'yadi. Dunyoni afzal ko'rib, shariatni ikkinchi o'rinda, Allohning hukmini ikkinchi o'ringa qo'yadigan bo'lsangiz, xor bo'lasiz. Cho'chqani tayin tozalaysiz. Cho'chqa boqasiz. Nima siz shunga yarasha ish qildingiz o'zi? Boshqa ish qilgan cho'chqa boqyapman, yaxshi pul deb beryapti demang. Xor olganingiz bu sizni. Boshqa joyda 100 so'm berayotgan bo'lsa, cho'chqa boqqaningizga 180 so'm deyotgan bo'lsa, siz shunga rozi bo'lib ketsangiz, ikki dunyoda namoz o'qimaysiz cho'chqa boqayotgan odam. Taqvo yo'q, iymon zaiflashib ketadi. 180 ga xo'p deyapsizmi? Musulmonda xor bo'lgani shu bo'ladi. Ha, o'lib ketdi, cho'chqa boqaman, undan ko'ra yotganim yaxshiydi. Xudo deb Xudoga taqvo qilib, hayo qilib, ey Parvardigor, shularni qo'liga meni shu ahvolga chiqib qo'yasan. Bizning vaqting bormi, musofirga vaqt ijobat qilaman degansan, Parvardigorim. Mayli menga halolda bir kasb kamolat bergin, olsam. Senga ibodat qilay, shukrimni qilay Parvardigor desangiz, Xudo taqvoingizga, himmatingizga yarasha shunaqa jalb berib qo'yadi. O'zlari istaysiz orqada. Ikomiljon qardisan, qachon kelasan? Sen bizni postoyanno emas, qishlog'imizda ishchisan. Har kun senga ish bor. O'sha oyda 28 kunda borib kelaver. Milliganlik bo'lmagan, ovqating joyini beramiz, ishingni ham beramiz. $100 kuniga topasan. Deydi. O'zimiz hiyla qilamiz o'zimizga. Shariatdan yo'l topgan bo'lib, o'zimizga yo'l istaymiz, o'zimiz almaymiz, o'zimizga hiyla qilamiz. Birov uchun ko'rgansiz, masalan, hozir sizlar savol berasizlar-ku, men hiyla qilmasdan masalani ochiq aytib beryapmanmi? Agar men hiyla qilsam, sizlarga hiyla qilardim. Bunday ko'ngilga qarab turib, masalan, pul berardim. Haligi yo'l istayotgan odamlar o'ziga hiyla qilyapti, o'zini aldayapti. Haligi gapda sizni gapingiz. Boshqa maslahat o'tib turib hajga borib kelishlik. O'ziga hiyla qilyapti-da, o'z nazarida haj bo'lib olish kerak, hojana bo'lib olish kerak, hojatpa bo'lib olish kerak. Hiyla qilyapti. Yo, bil bormay turay, yana yil o'lim balog'at kelib qolib, pulam bo'lib qolar. Bir mahramim bilan boray, yo birortasi akam ukam olib borib kelar, ey Parvardigor,
Sendan hayo qilyapman, pulim bor, ustimda erim yo'q, ishlab pul topdim, borib kelay desam, olib borib keladigan mahramlarim yetmayapti, akam yo'q, ukam yo'q, o'g'limni qodir qilib meni olib borib kelsin desa Parvardigorga oson. Xalqimizda bor, to'y qilaman, sen to'ykini Xudo beradi deydi. Haj qilaman, umra qilaman desangiz mahram bilan, uni Xudo berib qo'yadi. So'rash kerak ular, to'g'ri niyatda. Hiyla qilib, endi bular sizlar tayyorgarlik ko'rib, uyda chiroyli qilib mehmonzor tutib olib, gullar, lentalar, hamma tayyorlar, men borib kelaman. Sadaqaga olib borib keladi. Sadaqaga ham kel seni. Hech qanaqa nikoh qildirib, yetkazib bergan. Sadaqa akasi. U bilan haj qilib keladi. Sadoqatli sadaqa akasi bilan. Yo bo'lsa, nomahram bo'lmayotgan nikoh topkursa bo'lar ekan. Xotindan so'rab qo'yish kerak desa boradi. Hali ma'lumaya o'tinchapa, hojipa tayyorgarlik ko'ryapti, bora aytadi. Endi Madina pa deydi, shu sodiq akamdan foydalanib turamiz. Biz shu vaqtinchalikka nikoh qilib olamizda, endi xotinlik qilib bir-birimizga ko'l tekkizib qo'ymaymiz. Shu nikohga oladi, shu qizni borib olamiz desa, Madina pa hop desa, shuni nikohlab borib keladi. U unaqa nikoh o'zi yo'q shariat. Shialar nikohida qo'yadi. Shialarning nikoh. Shuning uchun shunaqa ishlarga ehtiyot qilgan.